Savsav japa mushaqqat qurib chiqqan Vey davlati qanday qilib eng oxirida Simayning qo'liga tushib qoldi? Zodi bu yerda kimdan xatolik o'tdi? Qanday sabablar shunday ishni keltirib chiqadi? Buningda ikki sabab bor. Buning ikkinchisi eng muhim. Yurak berib saqlayotgandan keyin filmning davomini ko'ring. Ushbu parchalarni ko'rgan hamma do'stlar bilamiz. Savsav Savpiylar qurib chiqqan Vey davlati eng oxiri Simayning qo'liga tushib qoldi. Nima ish bunday bo'ladi? Amaliyotda qaraydigan bo'lsak, Savsav bo'lsin, Savpiy bo'lsin, Savriy bo'lsin. Üççülesi Simayini kontrol qiladi. U ishlatadi, undan qo'rqmaydi. Ammo Savriyning o'g'li kelgan vaqtda Simayi o'qoq tatoladi. Endi mushu ahvollardan qaraydigan bo'lsak, buningdagi birinchi sabab nima degan vaqtda, birinchi sabab Savpiy bilan Savriyning ikkilisininki umri nihoyat qisqa bo'lib qolgan. Nihoyat yoshda o'lib ketgan. Shuning bilan Savriyning o'g'li kelgan vaqtda u texi yeshiq to'shmagan, aqli to'shmagan bir bola podshoh pazibon bo'lib qolgan. Shuning bilan bu davlatni idora qilgudek unchalik iqtidorli kishi bo'lmag'achqa Simayi asta-asta huquqni egallab ketgan. Ikkinchi sabab eng muhim. Savpiy huquqi taxtga o'tirgan vaqtda o'zininki, mush qarindoshlari, urug' tuqqanlarningki o'zidan huquqini tortib olishini ansirab, asosan urug' tuqqanlarning hammasini Yiroqlarga polib etgan yoki Yiroqlarga amal tutishga yoki shu yerda yashashga buyurib etgan. Shuning bilan Savpiyning yanida asosan urug' tuqqanlar qolmagan. Savriy kelgan vaqtda, Savriyning avlodiga kelgan vaqtda, demak, bularningki jamoatidagi kishilarni ozlab ketgan. Shuning bilan oxirida Simayi isyon ko'targan vaqtda bu podshohlikni qo'dab qolgandek eng yaqin qarindoshlar, ya'ni urug' tuqqanlar bo'lmag'achqa Simayi osonla bu huquqni egallab olgan. Agar sizmi bu gaplarimga qo'shilsangiz, astagi gasoydigan alt raqamni qoldirib qo'ying. Texim ko'p, jandorchilik oid, korxonchilik oid mezonlar qiziqsangiz, ayrim xonamga uchur qiling.